Bir kunlik vlog. Ertalab soat 9dan turmush o'rtog'im bilan BTS boshidagi dastavkalarni topshirishga keldik. Bu kishimizdan yotishni qaraylar, oyoqlarini oshirib, mazza qilib uxlab yotibdi. Uyga ham turbo tezlikda yetib keldik, chunki Koreyadan kargolarimiz kelganda ularni olib, chiroyligina qilib taxlab oldik. Emberning bo'lmish ko'rinishdan chiroyli kelinka obraziga o'tib oldim. Bugun Sardor akam jiyanlarining tug'ilgan kuni, shuni nishonlagani buvajonlarnikiga boramiz. Bu yerda har doimgidek oynasi kir liftimiz. Shu liftni uborkasiga hech qo'lim tegmayapti, ishlarim ko'pligidan. Bu yerda qizim Ziyoda opasini igrushkalarini ko'zini uyish bilan ovora. Bu yerda esa Sardor akam shashlik tayyorlash bilan ovora. Qizim har doim multfilm ko'rmasdan yoki qo'lida narsa bo'lmasdan hech qachon uxlamaydilar va oyog'imni tebratib uxlataman har doim. Va tug'ilgan kun egasini chiroyligina qilib tabrikladik va Sardor akam tayyorlagan shashliklarini mazza qilib yedik. Oila davrasida o'tirib. Bu yerda esa men idish-tovoqlarni turbo tezlikda yuvish bilan ovoraman. Shu joyda bitta video esimga kelib ketdi. Shunda kuf-suv qilib bundoq qilganda hamma idishlar yuvilib qolardi. Qani men ham qilsam o'xshirmikan dedim-de. Mana 1 2 3 olay op. Anaka. Voy, o'xshadi qizlarjonlar, endi bu joyda qilamiz. 1 2 3 ana. Qaniydi hamma ishlarni shunaqa bitta qarsoq yordamida toza qilib olganda bizdan baxtli odam bo'lmasdi. To'g'rimi qizlarjonlar? Safarimiz qarib buvijonlarnikidan uyimizga ham qaytdik. Qarasam, Telegramim bomba bo'lib ketgan. Zakazlarimni shipillatib yig'ib oldim. Ertaga BTS pochtaga omonatinglar ketadi qizlarjonlar. Kutib olinglar.